Eyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Azizbek Minecraft. Bugungi videoda biz kompot qishloqni topishga harakat qilamiz. Bizga mana bu ilova kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan topsa bo'ladi. Mana yozib qo'yaman, tortgaman. Buildings for Minecraft. Plus yozasizlar, o'rnatib olasizlar va ochishni bosasizlar. Ochganlaringdan keyin nima bo'lmasligi kerak edi. Yaxshisi mana bunday qilamizda. Sizlarga boshidan ko'rsatib beraman. Mana shunday oyna ochiladi. Mana qidiruv joyiga kompot deb yozasizlar. Mana pastda 13-chi qishloq chiqib keladi. Ustiga bosasizlar. Reklamani o'tkazib o'rmasalar bu tortilmaydi. Bu reklama ham tezroq o'tib ketsa, va mana o'tkazib o'ramiz. Ikkita bosamiz va mana shunaqa joy ochiladi. Sizlar o'zlaringga qulayini tanlaysizlar. Sizlar yangi mer yaratasizlar. Mana shunaqa qilib sizlarga maslahatim, flatda ham yarataverasizlar va ustiga bosasizlar. Mana shunaqa oyna ochiladi va mana 13-qishloq. Pastga tushiramiz anchagina. Yo'q, bitta tepaga chiqarib qo'yamiz va bo'ldi. Shu 13-qishloq pishgani bosasizlar. Mana 3D rejimida ham bor bu. Yaxshisi 2D qilib qo'yamizda pastroqqa tushiramiz. Bo'ldi, endi pishgani bossak, hammasi tayyor bo'ladi. Va yana bitta reklamani o'tkazib o'ramiz. Tezroq o'tib ketsa bu ham. Tezroq mana o'tkazib o'ramiz. Ikkisini bosamiz va birinchisida chiqqanini bosasizlar. Mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan Minecraftni bosasizlar va o'zidan o'zi Minecraftga kirib ketadi. Mana Minecraft ochilyapti. Tezroq ochilsa. Va Minecraft yangi tortdim sizlar uchun. Bo'lmasa qatyapti. Va mana tepada yozuv chiqdi. World joy o'rnatildi deb. Anchagina qatyapti mana Minecraftdan. Hamma narsa joy-joyiga kelib olish uchun mana playni bosasizlar. Va mana shunaqa mana buildingiz. Mana shuni ustiga bitta bosib qo'yasizlar. Va men yangi tortganim uchun o'ttirib bosaman va kirib ketamiz. Kirgandan keyin obzor qilib beraman hamma yo'lni. Mana kirib oldi va mana ko'rishimiz mumkin kompot qishlog'i. O'sha biz joylashtirgan joyda. Mana bu yerda ekinlar. Xo'p, yana nima bor? Yo'q, bu yerda kompot uyi bo'lishi kerak. Va mana kompotning kuznitsasi. Ichini ko'rib chiqamiz. Hozir hammasi o'zida, ya'ni eshikni boshqa narsaga almashtirib olasizlar va mana hamma narsa o'zida, hatto sandig'i ham ichida. Wow, ichidagi narsalar o'ziniki hammasi malades. Lekin men qo'ymaganman, sizlar bilan birga kirdik. Qani ko'raylikchi bu yerda nima bor. Lekin malades, shu yerdan video qilib yuborsalaring bo'ladi. Shu qishloqdan video qilsalaring bo'ladi. Va bizga kerak merning uyi. Adashmasa mana shu, yo'q, buni bas. Mana shu merning uyi bo'lishi kerak. Xato qilayotgan bo'lsam to'g'rilab ket. Kommentlarga to'g'rilab yozib qo'yinglar. Bu yerda ham hech narsa, faqat kompotli uyda bo'lar ekan. Bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Mana bu yerlarda kichkina sklat o'sha kompotni videolarda qatnashadigan. Mana va bu yerda nima bor? Bu yerda ham ko'rishimcha bitta uy bor. Mana videolarda qatnashadigan uylar mana shular. Sizlar o'zlaringga video qilsalaring bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.